vatanimiz bitta, xalqimiz birdir, maqsadimiz bitta, yo'limiz birdir, tomirimiz bitta, qonimiz birdir. Qoningdan aylanay o'zimning elim, Mahliyo bog'imizga ul bog'i eram, tog'lar ko'rkiga loldir, jamolingga ham yomon ko'zdan asrasin. Allohim egam, yurtingdan aylanay o'zimning elim. Dono maslahating tan oldi jahon, o'zbek kurashi boksi bilan bo'ldi chempion. Har sohada o'zbeklar olmoqda unvon, mardligingdan aylanay o'zimning elim. Assalomu alaykum aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz eldoshlar, yurtdoshlar. Bugun Muborak tuman madaniyat bo'limi, O'zbekiston Muborak madaniyat markazida ijodkor, shoirlar, yozuvchilar bilan aholi o'rtasida muhitni yaxshilash maqsadida tadbir o'tkazmoqdamiz. Ushbu tadbirimiz mehmoni muboraklik iste'dod egasi, shoir, qo'shiqchi ustozimiz Sherqul aka Qandimov. Mana qo'limda Sherqul aka Qandimovni Bulbul navolari kitoblari turibdi. Sherqul aka bundan tashqari ham bir necha kitoblar chiqarganlar, kitob muallifi ham hisoblanadi. Ustoz, xush kelibsiz markazimizga. Sizga birinchi savolim mana shu shoir, ijodkorlarni aholi bilan muhitni yaxshilash borasida qayerga borsangiz dildan jo'shib vatan haqida, do'stlik haqida, muhabbat haqida she'rlaringizni o'qib, qo'shiqlaringizni kuylab bormoqdasiz. Bu bizga, aholimizga nima ahamiyat kasb etadi? Shu uchrashuvlar tadbirlar. Endi ijodkorlarni dildan chiqadigan vatan uchun muhabbati, el uchun muhabbati shuni har vaqt qilishga yoshlarga yo'lni ko'rsatib tushuntirib borish, ular maktabdagi shoirlar, katta tadbirlarga Toshkentdagi o'rmonda, hurmatli shoirlar, keyin Samarqandda katta o'rmonda maktabda shoirlarni uchrashuv bo'lib, shu yerdan jamoat kelgan hamma yoshlarimiz ko'zlaridan yaltirab, hozirgi yoshlar bilan xabar. She'rlarni qiziqib savol javob bo'ldi, mushoiralar bo'ldi, bizlar she'rlarni muhokama qildi. Buni ahamiyat etdik. Bolalarni yaxshi ruh bilan vatanni sevish uchun ularga kuch-qudrat, ularga e'tibor, ular kelajakimizda endi foyda bo'ladi. Ularni shunaqada yaxshi yo'ldan boshlash uchun o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Bizlarni ixlosimiz shu. Kelajakda bizlardan chiqsin, o'tgan shoirlar chiqsin, she'rnamoylar chiqsin, nasib bo'lsa. Albatta, qishlog'imizdagi maktabda bizlardan ham bir olimlar chiqsin deb she'r yozganman, ustozlar. Shu yoshlar shunday joylar haqiqat qoldi. Domlalar keyin rahmat. Har tadbir o'tkazamiz dedilar, bundan bir bo'lmagan tadbir yangilar. Yig'ilish maktabda ishlar o'tkaziladi, bahonalar, ularda hamma joyga rahmat keltirib, kitoblarni yetkazib yoshlarga e'tibor yo'llantirganmiz. Mana bunday tadbirlar shahrimizda bizada ham harakat bo'laveradi. Albatta. Sherqul aka, mana shu haqiqatdan yuqori ta'kidlab o'tdingiz, 21-23 sonli, 2-sonli, Abduqahhor 2-sonli deb aytiladi. O'zbek maktabda, mana Samarqandda katta qo'rg'onda ijodiy yozuvchilar uyushmasi bilan bo'lgan uchrashuvda ishtirok etgansiz, mana xabar muloqotda bo'lganmiz. Mana shunday tadbirlarni albatta biz ham Muborak madaniyat markazi ham o'tkazib boradi. Bir chiroyli she'rlaringizdan o'qib bersangiz. O'zbegim. Har bir kunga shukr qiling do'stlar bugun. Chiroq ochib yashnamoqda yurtim gulgun, yeshilmoqda har nomma har bir tugun. Yashang endi shohlardan ey o'zbegim. Tashlang endi orqa qadam ey o'zbegim. Birovdan kam bo'lmaganmiz, bo'lmaymiz ham. To'y bayram ko'p ko'kslik tilimizda yo'q g'am. Hayratdadir yurt rivojini ko'rib olam.
Yaşayın indi şahlardayım ey Özbegim. Taşlayın indi Alga kadam ey Özbegim. Gayret kılın şicaatlı bulaylıktan. Farzandlarının geleceğini oylaylıktan. Gırramlıkta hiç kanday yok koymaylıktan. Yaşayın indi şahlardayım ey Özbegim. Taşlayın indi Alga kadam ey Özbegim. Boy bulayda xorijdan ish qidirmanglar. Barcha boylik o'zingizda o'tirmanglar. Innovatsion g'oya izlang, mudramanglar. Yashang endi shohlardan ey O'zbegim. Tashlang endi olg'a qadam ey O'zbegim. Yurtboshimiz jon kuydirar chopar tinmay. Dunyo bilan hamjamiyat bo'lar tinmay. Xalqni rozi qilmoq uchun o'ylar tinmay. Yashang endi shohlardan ey O'zbegim. Tashlang endi olg'a qadam ey O'zbegim. Köşeler aydın yollarımız boldıravan, Xudoga şükür musaffadır bizni osmon. Şeyhul aytar, avjanmoqda bizda imkon. Yashang endi shohlardan ey O'zbegim. Tashlang endi olg'a qadam ey O'zbegim. Yaşayın ustoz. İjodingizga yanada yuksak muvaffaqiyatlar, zafarlar tilayman. Madad markazimizga xush kelibsiz. Xalqimizga tilaklaringiz, she'riyat tasavvurlariga. Xalqimizga endi yurtimizda paravan tinch bo'layotgan paytda faqat shu tinch totib yashash, bu yurtimizni rivojiga imkon darajada har kim o'z hissasini qo'shish. O'sha yomon yurt ko'ryapsan, dunyoni hamma joyda, mojaro hamma joyda kasofat. Prezidentimizga shunday minnatdorchiligimni bildirib tashakkurnoma aytamanki, yurtni tinch saqlash o'ziga juda bir katta qudrat. Buni shukurni bilishimiz kerak. Buni qadrlab bilishimiz kerak vatanni. Buni orqada qo'limiz qo'limizdan kelsa himoya qilishimiz kerak. Yurtimizni obodonlashga harakat qilish kerak. Bu xalqimizdan hozirlik, hamjamiyatlik ahil ittifoqi kunlarda yashashdan yaxshi. Albatta. Barcha o'zi mana shu tinchlikda, sog'likda bolalarni yaxshi kunni Rahmat ustoz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.